Men bilat xafa bo'lmanglar, qozoq xalqini o'lgida yomon ko'raman. Qozog'iston, qozoqlarni Rashid qozoq millatini har xil yomon gaplar bilan haqorat qilsan, mol debsan, jalab qizlar debsan, qarzga kirib yotibdi debsan, pulimizni olgan poyezdda urib debsan, aytmagan gaping qolmabdi, lekin sen ko'tarolmayapsan. Biz yana 3 kunga kelganda ma'lumotiga 4 oy bo'ldi qolib ketdim. 4 oy bo'ldi yuribman. Qozog'istonda bitta qozoq O'zbekiston deb nima qilmaganmi? Hozir mashinada O'zbekiston mashinasida yuribman. Ko'radi ko'chada, bovurim deb qo'l ko'tarib, o'tkazib yo'l beradi, hurmat qiladi o'zbek bovurimiz deb. Kafega borganmiz, sen O'zbekiston deb hech kim aytmagan. Keyin bitta qozoq TikTok'ini ko'rmadim, o'zini millatining qizidan selkamisan, teshikmisan, 2000-yillar teshilib ketgan deb har xil yomon gaplarni aytadigan gap ko'p. Agar seni prichinangni aytadigan bo'lsa, xuddi molning ishini sen qilyapsan-da. O'zbek g'ururiga nima qilib, o'zbek yigit bolani obro'yini to'kib, har xil ishlarni qilyapsan pul uchun TikTokda. Qarzga keladigan bo'lsa, Qozog'iston O'zbekistondan qarzi yo'q. O'zbekistonning o'zini qarzi addush mana yerdan bo'lgan, o'zing bilasan uni, hamma biladi ham. 20 yosh, 22 yosh qizlar bolalar kelib ishlayapti Qozog'istonda. Oilasi uchun, pul uchun. Yoqmasa kelmasin, masalan. Bu yerda bor, pul bermagan qozoqlar ham bordir, yomoni ham bordir, lekin hammasini aytma unday. Moli bu millat, mol unaqa bu millat deb. Biz o'zimizda O'zbekistonda ham bor darajada ishlatib pulini bermayotganlar, to'g'risini aytsam. 10-15 yil burun bor edi, ishlatib pulini bermasdi. Qozog'istonda ham bor edi, Rossiyada ham bor edi, kidaladigan hamma davlatda bor. Poyezdda ham pulini olardi. Senga o'xshagan chumolarni qo'rqizib poyezdda pulini olardi. Men ham Rossiyaga qatnaganman. Men hech kim pulimni olmagan poyezdda. Chumo bo'lsang, hamma yerda chumo yuraverasan. To'yga ham bordik, qozoqlarning to'yiga. Uyga ham mehmonga chaqirgan. Vobshe mehmondo'st, yaxshi millat. Bitta ikkita qozoq yomon bo'lsa, hammasini yomon deb aytma unday. Bizning xalqimiz o'sha yerga kelib, non topib, pul topib, oilasini boqyapti. Bu haqiqat, bu haqiqatni tan olish kerak. O'zbekistonda ish bo'lsa kelmasdi hech kim. Rossiyaga ketyaptilar mana. O'shuning uchun tilingga erik berma ko'p. Ehtiyot bo'lib gapir. Mol bitta mol bo'lsa, o'sha sen O'zbekistonda bilat o'g'il bolang ishini qilmayapsan, har xil gaplarni gapirasan TikTokda o'tirib efirlardan bilan. O'shuning uchun qozoq xalqidan